Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bu obyektimiz tunikaga tayyor holatda bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek stoykalarga mana rim ustunidan qilishib tepalariga polni o'zimiz temirdan konteyner materialda uстановка qilib berdik. Reykalargacha qatirib tunikaga tayyor holatga olib keldik. Xudo xolasa bu obyektimizni kvadrati 150 ming so'mdan chiqdi. Mana 150 ming so'mdan Samarqand viloyatida qilib berdik. Mana bu tomondan ko'rinishlar mana. Uzunasiga 37 metr, eniga 570. Mana ko'rib turganlaringizdek mana. Oxirgi reykalar qatirishyapti, xudo xolasa. Tunikaga tayyor holatga olib keldik. Endi mana shunaqa obyektlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu obyektlarimiz kvadrati hozir 150 ming so'mdan chiqyapti. Bundan katta ustun ikki tomonda yo bir tomonda ustun bo'ladigan bo'lsa, summa shunga qarab ko'payaveradi. Ko'rib turganlaringiz mana. Qorilarimiz ham, to'sinlarimiz ham juda chiroyli holatda, reykalarimiz qattiq mana. Xudo xolasa komplekslarni to'laymiz. Tunikani yopaveramiz. Mana. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beramiz. Mana bu tomoni darvozaxonaga chiqaverishni pul berdik mana bunday qilib. Mana bu tomoni bunday ko'rinishda. Bu tomonga suv tushadi. Bizdan chap tomonda. Bu tomonda oldi tarafga suv tushib ketadi. Ko'cha tarafda.